Voy, uyingizga sovchilikka keldik. Xush kepsizlar. Uzr. Singillamay hali hech narsa bo'lgani yo'q. Men oldin tayyorlagan narsangizni yeb ko'raman. Yo'qsa uylanaman. Тоже меня. Какая безвкусная. Ketdik, mam, bo'lmaydi. Qanaqa qiz tarbiyalayapsizlar? Bechoraga ham shu yoshligida onasi olamdan o'tgandan keyin yetib qolgan. Menga aktyorskiy qilmaydilar unaqa. Normal ovqat qilsin edi. Qilgan ovqat menga yoqmadi. Kim o'rgatsin bu bechora qiziga? Bu bahona bo'la olmaydi amaki. O'zingizni qiynamang. Qizi chiroyli ekan. Chiroy bilan qorningiz to'yadimi? Yo'q. Другой вариант есть? Есть. Давайте. Idiotti. Endi qizim. To'xtang qolashga. Oldin qizingizni ko'raylik, qo'ldan ovqat yeb ko'raylik, shunga qarab baho beramiz. O'g'lim juda ham didi nozikda. Nozik. Assalomu alaykum. Ya nimaga g'uromlik qilyapsan? Nimaga g'uromlik qilyapsan? Xolaman sizga qizingizni chaqiring dedim. Xolasini emas. Xolajonisi bizga qizingizni chaqirib yuborsangiz. Men Nozikni o'ziman. Noziksizmi? Nozik muncha nozik. Какой вкус? Какой аромат, прелесть. Bularni qanday tayyorladingiz, Nozik? Men ovqatga miltir yog'lardan soldim. Salatiga miltir mayonezdan, pishiruvlarni esa miltir margarindan qildim. Miltir baribir yaxshi-da. Men Nozikga uylanaman. Keyin qanday boqasan? Ayajon, shuncha buqa boqdimmi? Nozikni boqolmayman. Nozikcham o'zimni. Injiqcham. To'pay! Ey, to'pay dedim-a? Yo'q, tishlaysan sen. Ey, tishlamayman, bitta to'pay! Nozik nihol bo'yidan janona qiz janona